Uni buni qo'ying Joni aka. Menga kasalligingiz haqida gapirib bering. Kasallik? Ha, to'g'ri. Men shizoendrixoz degan kasallikka chalinganman, janona. Juda ham yomon kasallik. Voy, men bunaqa kasallik haqida eshitmagan ekanman. Eshitmishdi. O'zim ham birinchi marta eshitishim. Qayerdan bilardingiz bunaqa kasallik haqida? Men meditsina sohasida o'qiyapman. Voy, janonaxon, kasalliklar ham ko'payib ketgan. Siz qayerdan bilardingiz bu kasallikni? Hozir juda ko'p. Ha, balkim. Ha, janonaxon. 20 ming ko'kida so'rashyapti. Men bechora, musurkachi yetimchada, qayerdan ham bo'lsa unaqa pul. Arzimas pul ekan u Joni aka. Biror ilojini topamiz. Juda ham bir mehribon, ochiq ko'ngil, saxiy, ulfat ko'rgan qiz ekansiz. Rahmat. Odamdan faqat yaxshilik qoladi Joni aka. Yana kelaman Joni aka. Safar kelganingizda intizorlik bilan sizni shu talbani quchoqlab kutib turgan bo'laman, Noza janonaxon. Shurik, yuragimdan urdi janonani xuddi o'zi. Menga ham o'rgating, menga ham o'rgating, menga ham o'rgating. Shurik, bu galgisi boshqacha bo'ldi lekin. Sen uyga vazifani qildingmi?